Bismillahirrahmanirrahim. Qalbni buzg'uchi 5 ofat. Imom Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi. Qalbni buzg'uchi 5 cho'ng omil bo'lib, ular ko'p aralishish, arzu-armon dengiziga g'arq bo'lish, Allohdan o'zgaga bog'lanish, harom taom yeyish yoki tomoqni ko'p yeyish va ko'p uxlashdir. Birinchi, behuda ko'p aralashish. Behuda aralashishning ko'p bo'lishi keltirib chiqaradigan salbiy ta'sirlar qalbni odamzod tinqining qora tutuni bilan to'ldirib, uni qoraytitadi. Qalbga bo'lsa bearomlik, tashvish, g'am-qayg'u, ojizlik elib keladi. Badqiliq do'stlarining ko'tirib bo'lg'il bo'lmaydigan yuklarini ortib, ular bilan bo'lib ketib, o'zini bekardan-bekarlik qurbon qilib o'tadi va o'y xiyoli eliqi do'stlarining arzu-havas ko'chalarida bo'linib ketadi. Mushundaq bo'laversa, Alloh va oxirat diyori uchun u kishining nimasi qilib qoladi? Demak, kishilar bilan ko'p aralashish nurg'un azoblarni elib keldi. Ne'matlarni qochirib o'tdi, ig'irchiliklarni tushirdi, xato ihsonlarni yo'qotib o'tdi va sinoqqa duchor qildi. Ma'lum turli dunyo munosabat yoki o'zaro vaqt o'tkazish bilan bo'layotgan bu xil behuda aralashish haqiqatlar haq bo'lib amaliylashganda dushman bo'lib o'rladi-da, uning sohibi xuddi Alloh taolo Furqon surasida shu kuni zolim, ya'ni kafir ikki qo'lini tishlab, "Yisit, payg'ambar bilan najot qo'lini tutsamchu, yisit, palonini do'st tutmagan bo'lsamchu, Qur'on menga yetgandan keyin u, ya'ni paloni meni Qur'ondan shak shubhasiz ozdirdi" deydi. Shayton insonni ozdirib bo'lib tashlab o'tadi deb aytgandek qo'llarini tishlab qoladi. Bu haqda Alloh taolo yana mundaq deydi: "Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Xudolik uchun do'stlashgan taqvodorlarla bundaq emasdir." Alloh taolo Ibrohim Xalilulloh alayhissalomning qavmiga aytgan so'zini hikoya qilib bundaq deydi: "Ibrohim aytdi: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikka sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilsizlar, ba'zinglarga ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylanadi. Agashtirguchilar agashguchilardan ado-judo bo'ladi. Agashguchilar agashtirguchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi." Mana bu maqsad muddaodash kishilarning ahvoli bo'lib, ular o'rtaq maqsadning ustida o'zaro yordam bo'lsa do'stlashadi. Agar bu o'rtaq maqsad bo'linib yo'qolib ketsa, pushaymon va g'am-qayg'uni elib keladi. Eliqi do'stlik ular orasidagi o'chmanlik, la'nat va so'kmichilikka aylandi. Aralashish masalasidagi foydali o'lcham bo'lsa, kishilar bilan juma namozi, jamoat namozi, hayit ayam, haj, ilm o'rganish, jihad qilish va nasihat qilishdek yaxshi ishlarda aralashish, yomon ishlar va taniq ushaq-ushaq ishlardan o'zini tortishdir. Agar birov ehtiyoj tufaylidan birlari bilan yomon ishlarda aralashishga majbur bo'lib, ulardan ayrilg'ili bo'lmasa, ularga moslashib berishdan nazar aylasin. Hamda yomon kishilar kuch qo'shib, yordamchi bo'lmaganda aziyat beradigan bo'lg'achqa, ularning aziyatlariga sabr qilsin. Lekin shunisi aniqki, aziyat yetish u kishiga aziyat berguchilar, mu'minlar va olimlarning Parvardigori tarafidan g'oliblik, suyulish, ulug'liq va madiya elib keladi. Ularga moslashganlikdan u kishiga olimlarning Parvardigori tarafidan jazo va xorliq, mu'minlar va aziyatchilar tarafidan o'chmanlik va kayish keladi. Ularning aziyatlariga sabr qilish dunyo va oxiratda oqibati madiyalangan yaxshi ishdir. Agar ehtiyoj ular bilan odatdagi ishlardami aralashishga zo'rlasa, shu so'rinni imkon qadar Allohga itoat qilish so'riniga aylantirishga tirishsin. Ikkinchi, arzu-armon dengiziga g'arq bo'lish. Bu ba'ayni sahilsiz dengiz bo'lib, qarzdorlarning dasmoyisi umiddir degandek, faqatla olamning himmatsiz kambag'allar kiradigan dengizidir. Shunga yolg'on, quruq arzu-armon to'lqinlari hamisha top bilan o'ynashgandek o'z yo'lovchisi bilan o'ynashib turdi. Mana bu xiyollar tashqi reallik haqiqatlarga erishish himmat bo'lmagan, balki u haqiqatlarning o'rnini subyektiv arzular bilan to'ldirib olgan barcha arzimas, nachar, tashqal nafsning dasmoyisidir. Ularning har biri o'z ahvoliga yarasha ish tutgan bo'lib, ba'zilari boshqalarga ulga, hukmron rahbar bo'lishni, ziminda kezishni, davlatlarni aralab yurishni orzu qiladi. Ba'zilari pul,
mal dunyo arzulaydi. Yana ba'zilari qiz ayol va so'latmanlikni arzu qiladi. Mayli qandoqlik qilsin, ish qilib, havaskor o'z ko'nglidagi arzusining tasvirini gavdalantirdi va mush ahvolda turib, o'zicha arzusiga erishish bilan qutuq qozondim, arzusiz zafar quchish bilan huzurlandim deb o'ylab yurdi. Afsuski, u asuşini topganda uning qo'llari bog'langan bo'ladi. Oliy himmat sohibining arzusi ilm, iymon va Allohga yaqinlashtiradigan amal doirasida bo'ladi. Mana buning arzusi iymon, nur va hikmatdir. Neriqlarning arzusi bo'lsa aldamchilik va mag'rurlikdir. Payg'ambar alayhissalom yaxshilikni umid qiluvchini madhiyalagan va ba'zi narsalarda uning ajr savobini yaxshilik qiluvchining ajr savobiga o'xshash qilgan. 3. Allohdan o'zgaga bog'lanish. Allohdan o'zga bilan aloqa bog'lash qalbni buzadigan narsalarning eng xatarligi bo'lib, qalbga buningdan bakrak ziyon soladigan va qalbni o'zining foyda manfaatidan, baxt saodatidan ayirib qo'yadigan narsa yo'qdir. Chunki u Allohdan boshqaga bog'lanib olsa, Alloh uni o'sha narsaga beqindirib qo'yadi. Aloqa bog'lan narsa tarafidan xor bo'ladi va o'ziga bog'lanish, talmirish orqali Allohdan erishmoqchi bo'lgan arzusini yo'qotib qo'yadi. Shunga u Alloh tarafidan nasibsiz qoladi va o'zini atagan narsadan tama qilgan umidmi ham misol topmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: ular, ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarning shafaati bilan Allohning oldida izzatli bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qindi. Ish ularning gumon qilgandek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'la olmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylanadi. Alloh taolo yana mundaq deydi: ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. Bu ma'budlar ularga yordam bera olmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmat uchun hozirlangan qo'shindir. Eng xor, eng ziyon tortquchi Allohdan o'zgaga bog'lanib olgan insondir. Chunki u qo'ldan ketkizib qo'ygan foyda manfaat, baxt saodat va qutuq o'zini atagan narsa orqali erishganlardan ko'p bo'lib, yo'qolib ketishga qarab yuzlanadi. Allohdan o'zga bilan bog'lanib olguchi, misoli issiq sovuqdan uylarning eng ojizi bo'lgan o'yimchiq uyi bilan dallangan kishiga o'xshaydi. Qisqasi, shirik keltirishning asosi va tayanch tuyriki Allohdan o'zgaga bog'lanish bo'lib, u ayiblanadi va xorlanadi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Allohga boshqa ma'budni shirik qilmag'in. Undaq qilsang Allohning dargohida ayiblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Ya'ni madhiyaligisi yo'q, ayiblanguchi, yordamchisi yo'q, mahrum bo'lg'uchi bo'lib qolasan. Chunki ba'zi kishilar garchi nahaq qoldi deb seni kishiga o'xshash ezilsa-mu madhiyalanadi. Yana ba'zi kishilar nahaq ezilib qul chaqardek xorlangan bo'lsa-mu yordam beriladi va yana ba'zilar haq uchun turib, haq bilan ish olib borgan kishidek madhiyalanadi ham yordam beriladi. Allohdan o'zgaga bog'langan mushrikning taqsimoti yuqorqi 4 qismning eng nachiri bo'lib, ham maqtalmaydi, ham yordami berilmaydi. 4. Harom taom yeyish yoki taomni ko'p yeyish. Ikki turlik taom qalbni buzadi. Biri, harom narsalarga o'xshash taomning asli vasli nuqtasidan bo'lgan buzg'ushidir. Bu ham ikki turlik bo'lib, birinchisi Alloh haq uchun harom qilinganlar. Masalan, o'lik, qon, to'ziq tishli yirtqichlar va tirnoqliq yirtqichlar. Ikkinchisi qul haq uchun harom qilingan narsalar. Masalan, o'g'irlangan, elib olingan, bulib olingan, sahibidan majburiy bo'lsin, tartib bo'lsin yoki haqoratlab bo'lsin, roziliqsiz elingan narsalar. Yana biri o'z miqdori yoki haddidan ziyoda bo'lib ketishi bilan qalbni buzg'ushidir. Masalan, halol narsalarni isrof qilish, haddidan ziyoda to'qliq. Chunki ziyoda to'qliq toatlarni bajarib keltirishni og'irlashtirib qo'yadi va qo'rsoq qiyinchilikni yenganga qadar qalbni bu qiyinchilikni yo'qotishga va bu yo'lda kurash qilishga mashg'ul qilib qo'yadi. Endi buni hal qilsak, uni qanday bartaraf qilish, uning zihnidan saqlanish kerak. Chunki qo'rsoq ig'irligi qalbni mashg'ul qilib qo'yadi. Buningda qiziqsinish, shayton harakati kuchayib ketadi. Chunki shayton insonning qon tomirida harakat qiladi. Ro'z tutish bo'lsa, uning harakat yo'llarini taraytib o'tadi yoki to'sib o'tadi. To'qliq bo'lsa, u yo'llarni echib o'tadi va kamaytib o'tadi. Ko'p yegan, ko'p ichgan, ko'p uxlagan kishi ziyonnimi ko'p tortadi. Mashhur bir hadisda mundaq deyilgan: Odam zoti qo'rsoqdanmi yomonroq bir qashin to'ldirib boqmadi. Halbuki odam bolasiga qaddini ruslig'idek bir qancha luqma yetarlikdir.
Agar buningdan ko'proq yeyish zarur bo'lsa, qo'rsaqning 3dan 1 taom uchun, 3dan 1 ichimlik uchun, 3dan 1 nafas olish uchun bo'lsin. 5. Ko'p uxlash. Ko'p uxlash qalbni o'ltirdi, badanni ig'lashtiradi, vaqtni zoya qiladi va ziyoda g'aflat bilan g'ururlikni olib keladi. Uyqu bak ehtiyojli bo'lganda bo'lmasa, ig'ir makruh va foydasi yo'q ziyon solg'uvchi bo'ladi. Uyquning badanga nisbatan eng yaxshisi kechining dastlabkining uyqusi bo'lib, oxirninkidan yaxshi ham foydali. Kunduzdagi tushlik uyqu kechining bosh yoki oxirdagi uyqudan yaxshidir. Uyqu kunduzning dastlab yoki oxirida bo'lgan sari foydasi ozlab, ziyni ko'payib ketadi. Bo'libmi, asr vaqtidagi uyqu shundoq bo'ladi. Kunduzning avvalidagi uyqu faqat kechini bedor o'tkazgan kishiga bo'ladi. Kishilar bomdod namozi bilan kun chiqishi bo'lgan oraliqdagi vaqtni g'animat bilganlikdan bu vaqtdagi uyquni yomon ko'radi. Yo'l yuruvchilar safari uchun bu vaqtni nihoyatda bek azizlaydi. Hattoki ular kechicha yo'l yursimi, bu vaqtda toki kun chiqqan qadar yurishdan to'xtab qolish unmaydi. Chunki u kunduzning dastlabki ham ochiqcha rizqlar tushadigan, taqsimot bo'ladigan, barakat yog'adigan vaqtdir. Mana bu vaqtdan e'tiboran kunduz boshlandi. Kunduzning barcha hukmi mushu vaqtning hukmidan chiqadi. Shunga bu vaqtning uyqusi hojatmanning uyqusiga o'xshash bo'lishi muvofiqdir. Ya'ni uyquga bak muhtoj bo'lganda uxlandi xolos. Qisqasi, doktorlarning qarashida uyquning eng normal, foydaliroqi kechining dastlabki yarmi bilan oxirgi 6dan 1ning uyqusi bo'lib, 8 soat miqdoridir. Uyqu buningdan oz yoki ko'p bo'lib qolsa, shuningga yarasha inson tabiatiga ta'sir ko'rsatadi. Manfaatsiz uyqularning qatoridan ham quyosh petishig'ila xubtanning qorong'uligi yo'qolganga qadar bo'lgan kechining dastlabki uyqu bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni yomon ko'ratdi. Bu xil uyqu shar'iy jihatdan ham psixik jihatdan yomon sanaladi. Tarjimada Din So'yar.